Barcha salom do'stlar, sizlar bilan men Shohgem. Bugungi videoda biz sizlar bilan maktab serialining 3-qismini olamiz va biz maktabga bugun bormaymiz, chunki bizning maktabimiz remont qurilib bo'lgandan keyin boramiz. Menimcha 4-qismlarda qurilib bo'ladi. Qani biz maktabni ko'rib chiqamiz. Qani videoga let's go. Qani do'stlar, biz maktabni ko'ramiz. Wow, maktabni menimcha ikki etajli qiladilar. Borib direktoram bo'lishi kerak o'sha joyda. Borib so'rab kelamiz. Qani direktordan so'rab kelishchi. Menimcha ichkariga kirgizmaydilar meni. Yana kamera bilan. Direktor, ha. Nega maktabni remont qildingiz? Axir maktab eskirib ketgan-ku, sizlarga yaxshi bo'ladi deb. Yaxshi talab olasizlar, yangi ustozlar keladi. Nima? Ha, mayli, qayta bizga yaxshi, agar yaxshi ustoz tushsa juda ham zo'r bo'ladi. Axir men 4-sinfman-ku. Babi yomon ustoz tushishi ham mumkin. Hech qisi yo'q, axir ta'lim olishing kerak. Mayli. 2-etajli qilmoqchimisiz? Ha, albatta. Mayli. Unda men ketdim uyimga. Do'stlar, 2-etajli bo'lar ekan. Do'stlar, men juda ham qiziqib ketyapman. Agar 1-etaj o'zgarmasa, 2-etajda nimalar bo'ladi? Uni juda ham qiziqyapman do'stlar. Buni 4-qismda bilib olamiz. 4-qism tezroq kelsaydi. Biz ham uyimizni yangilasakmikin do'stlar? Yangilaymiz. Maktab yangilanyapti, biz uyimizni yangilamaymizmi? Men hozir daraxt olib kelaman. Va uyimizni yangilab olamiz. Mana bu daraxtlarni sindiramiz va mana bu reshetkalarni ham sindirib olamiz. Bu juda ham eskirib ketgan va mana bu katta toshni ko'tara olmaydi. Shuning uchun ularni olib tashlab yangi mana bunaqa daraxtlarni qo'yib chiqamiz. Qani. Men sindirib bo'lguncha esa like bosib obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Kattakon rahmat barchaga. Biz 146 ta obunachi bo'ldik. Endi 150 taga qarab let's go. Yana bittasi bor ekan. Bu yerda olamiz. Va yana bo'lsa olamiz bularni. Bularni ham to'sanglar bu yerga tushib qolgan bo'lishi mumkin desam yo'q ekan. Katta daraxt emasmi? Katta daraxtni chopish juda ham qiyin-da do'stlar. Men katta daraxtni chopgim kelmaydi. Juda ham qiyin uni chopish. O'zi bizni do'stlar mahallachi, ya'ni mer bizga so'kmaydimikin? Mana bu qishloqni tashqarida olganim yaxshi bo'lardi. Bo'lmasa men bizni 15 sutga qamatib olmasin. Sindirib chiqamiz. Yomon do'stlar, katta daraxt sindirib qo'yibman. Hech qisi yo'q, yarmini sindirmaymiz. Qani bularni sindirib chiqamiz. Qilib etdi. Yo'q, juda ham tez 64 ta etdim. Ya'ni 1 stak bo'ldi. 1 stak 20 ta yetadi bizga. Do'stlar, yangi videolar ham chiqib qolishi mumkin. Men Roblox ham chiqarishim mumkin. Aytgancha do'stlar, tez kunda Roblox yonmayo. Do'stlar, tez kunda Robloxning YouTuber qismini chiqaraman. Unda YouTuber bo'lamiz va biz kuchayishimiz kerak. Juda ham qattiq rivojlanamiz. O'sha videoni tez kunda chiqaraman do'stlar. Ertaga yoki birinchi kunmi xolos chiqaraman-da. Do'stlar, mana 64 ta qilib qo'yaylik. Men chuqurga tushib ketdim, shuning uchun daraxtlarni ishlatishga to'g'ri keldi. Mana. Bo'ldi, endi biz 20 ta qilamiz. Mana shu daraxt chopsak bo'ldi. Bo'ldi, ketdik uyimizga. Va biz endi uyimizni yangilaymiz va nihoyat bizning uyimiz ham kattaroq bo'ladi. Do'stlar, agrot ham qursammikan? 4-qismda qurarman. Qani. Endi biz mana bularni sindirib chiqamiz do'stlar, chunki uyimizni kattalashtiramiz. Boya ham aytgandim. Bularni sindiraman deb.
videoni boshida aytgan edim. Mana buni ham olib tashlaymiz. Mana yaxshi. Buni ham olib tashlaymiz. Biz kirkamizni olib chiqaylik. Mana bu pechka va buni sindirish uchun. Sizlar bizga kirka chelak kerak. Chelak bilan biz ana bu lavalarni olib qo'yamiz. Mana bu yerdagi lavani olamiz. Yana bitta bakır kerak. Yana 3 ta temir olamiz. Va bakır yasaymiz. Ana bo'ldi do'stlar. Kirka olibman. Mana. Judayam yaxshi bo'lyapti uyimiz. Biz endi keyingi qismda maktabga boramiz yoki 5-qismda. Agar keyingi qismgacha maktab tuzalmasa 5-qismda ham maktabga boramiz. Yo'q. Suvga kalitamiz. Buf. Nimaga u yerda unaqa bo'lyapti? Lava qolib ketibdimi do'stlar? Biz mana buni sindiramiz, chunki bu yerga daraxt qo'yamiz mana shu joyga. Mana shunday mana sindirib turamiz. Tepaga chiqib ketdi bu narsa. Qanday bu narsa mana ekan. Va mana ajoyib bo'ldi. Endi biz mana buni olib chiqamiz. Bizda tosh bor albatta. Mana biz bu yoqqa qo'yamiz. Mana do'stlar. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Kirkada sindiryapman taxtani. Qolib ketmadimi o'zi? Yo'q, qolib ketmabdi. Endi biz buni sindirib chiqamiz. Qani, ana ajoyib. Bu joyni 2 tarak o'yna qilamiz. Mana. Bu joyni tepani yopamiz. Bu yoqqa chiqib turishimga to'g'ri keladi. Mana bu joyni sindirishimiz kerak va tepani ham sindiramiz. Bu ya'ni bu pastga tushdiki, bu narsaning nomini bilmayman. Shunga ayta olmay qoldim. Mana. Ideal. Endi biz mana bu yoqda sindiramiz va bu yerda eshigimiz bo'ladi. Shohga nima qilyapsan? Men uyimni yangilayapman. Eskirib ketgan edi o'zi. Ha, zo'r qilyapsan. Ajoyib chiqibdi. Rahmat qishloqi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. 2 ham. Qishloqi nega uyimga kiryapsan? Mendan so'ramading-ku. Men sening uyingda qiziqdim va uyga kirib ko'rdim. Ha, mayli, hali ichiga narsalarni qo'ymagan edim. Ha, mayli. Qishloqlar ham o'zidan ketyapti. Qishloqlar. Bu yerda ponni yopib qo'yamiz, chunki boshqa joylarga oyna kerak emas. Do'stlar, yangi uyimni qurganim zahoti mana bular. Yopana. Shu ishni mening uyimda qilish shartmi? Mayli. Maktab kiyimlarimizni esa mana do'stlar, maktab kiyimlarimizni shu yerga solib qo'yaman. Va buni ham sindiramiz demoqchiman. Bunda juda ham ko'p narsalar bor ekan. Mening verstagim qani do'stlar? Sindirmadimmi? Yo'q. Sindirmabman ekan do'stlar. Bizga 64 ta daraxtning o'zi ham yetib ortib qolar ekan. O'sha uyni qurib bo'ldim. Hali biz endi juda ham ko'p sandiqlar yasashimiz kerak. Qani bo'ldi. Bu yerga biz instrumentlarimizni solamiz va kiyimlarni solib chiqamiz. Qishloqqa tushib tur, iltimos. Hop. Mana, ana endi yaxshi bo'ldi. Endi barcha narsalarni inventarimga olaman. Chiqib ketdinglarmi? Bo'ldi. Men o'zim bir o'zim uxlamoqchiman.
boshqa qaytib kirmanglar uyimga. Kirmanglar. Kirmanglar, bratlar, chiqinglar. Mana solamiz. Mana bu suvni ham solib qo'yamiz. Zumradni ham va mana rishotgani ham solamiz. Mana do'stlar, yaxshi. Bularni solib chiqamiz. Mana zo'r bo'ladi. Mana yaxshi. Mana bu yerda ruchkalarni ham solamiz. Do'stlar, bizning sandig'imiz to'lyapti. Hozir menimcha to'lib qoladi. Yo'q, to'lmaydi. 5 ta joy qolibdi. 2 ta joy ortishib qoladi. Biz shunda ham yana 2 ta sandiq yasaymiz do'stlar. Chunki keyingi qismlarda nima bo'ladi bilmaymiz-ku. Mana va oynani tegamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Yaxshi. Endi biz uxlaymiz. Va do'stlar, qum olib kelamiz. Lapatkamni tashlab chiqibman. Lapatkamni olib chiqay, mana. Va ketdik. Qum olib kelamiz. Eshigimizning oldida qum bor ekan. Bizga menimcha 64 ta masu 32 tasi yetadi. Qani, bular nechta bo'libdi ekan? 9 ta, 10 ta va 13 ta bo'lgan ekan. Endi 16, 17, 18, 19, 20 ta bo'ldi. 2 ta, 23 ta, 24 ta, 25 ta, 26 ta, 27 ta bo'ldi. 28 ta bo'ldi. 9 ta, 30 ta va 2 ta sinosam bo'ldi. 32 ta bo'ldi. Do'stlar, yaxshi bu yerdan o'tdim. Endi biz mana shu eshik oldimizga ham огород qursammikin do'stlar? Menda ko'mir bormi? Bor bo'lsin. Yo'q ekan. Yoki bormi, men ko'rmayapman. Yaxshilab qidirib ko'rish kerak. Buni solib yuboray va ko'mir olmabman. Endi biz mana 15 ta daraxtni solamiz. Mana yaxshi. Endi men lapatkamni solaman. Nima qilyapsan, qishloqi? Nima qilyapsan, qishloqi? Uyda o'tirman, pechga yo'q qo'yishgan ekan. Hozir qish keldi-ku. Ha, albatta. Uy issiqqina ekan. Lekin oynalarim yo'q-ku. Pechga yo'da turibman. Mayli. Oynalarni olamiz. Bizga 16 ta oyna kerak, men adashmagan bo'lsam. Yo'q, 6 ta ekan. Nega adashyapman? Yana 3 ta kerak. 3 ta. Men narsalarning joyini ham o'zgartiraman. Bular shu joyda turadi, lekin bularni o'zgartirish kerak do'stlar. Yoki shu joyi zo'r ekan. Turaversin. 2 ta yana bitta do'stlar. Mana yaxshi. Endi biz 16 ta yasaymiz. Ana va mana. Oynalarni ham qo'yib bo'ldim. Endi men bularni qo'yish shart emas. Shuning uchun ham sandiqqa solib qo'yamiz. Wow, zo'r bo'ldi. Do'stlar, hozir uyimni orqa tarafidan mana shu yerlardan огород qursam ekan. Do'stlar, ana u yoqdan loyib kelib, albatta огород bizga kerak. Aniq bizga огород kerak bo'ladi do'stlar. Qanimiz ham ketdik. Loy olib kelamiz do'stlar. Ana, zakirdim. Mana biz mana shu joydan loy olamiz. Chiqishimiz uchun bu joy ham kerak bo'ladi bizga. Qani ketdik loy ko'lash. Juda ham loy ko'lash juda ham maroqli, chunki juda ham oson sanadi va juda ham tez toplanadi.
Yani olmos kirkada. Olmos kirka deyman, olmos lopatkada. Adashib ketibman do'stlar. Yo'q, уже 4 blok bo'ldi. Yo'q, 3 blok bo'ldi. 3 blok oldimdan tosh chiqib qoldi. Shuning uchun 3 blok, lekin boshida 4 blok edi. Uzunligi 3 blok, 2 blok bo'libdi ekan. Eniga 2 blok, uzunligi esa 3 blok. Agar ikkalasi ham ikkita bo'lganda, eni ham, bo'yi ham 2 bo'lganda 4 ta bo'lardi. Mana shu joy mana eniga 2 va bo'yiga 2. Mana shu joydan kelib kelsak bo'ladi. Yo'q do'stlar, loyni qaranglar. Уже biz bu yoqdan teshib chiqdik-ku. Loy juda ham kerakli. Bo'ldi do'stlar. Ana endi biz bu yoqdan chiqamiz. Va biz uyimizga boramiz. Qani suvdan o'tdik va mana shu uyimizning yoniga огород quramiz. Menimcha buni hamma bilsa kerak, огород nimaligini. Ya'ni biz polis quramiz, polis. Hovlida ya'ni. Yaxshiroq qilib aytganda hovli bo'ladi. Biz mana bu yo'lga tegmaymiz. Shu suvga olib kelsak yaxshi bo'ladi. Qanaqa bo'pti-chi? Vau, juda ham zo'r bo'lyapti. Har hovlimiz bo'ladi endi bizning. Yomon yiqilib ketmoqchi edim. Va yiqilib tushdim. Mana blok bu yerda ortiqcha olamiz buni. Va do'stlar, уже bizdagi barcha loylar tugayapti. 2 silaq loy tugadi. Endi menimcha bu loylar tugamaydi. Tugaydi, lekin 30 ta menimcha qoladi. 30 ta yoki 32 ta qoladi deb o'ylayman. Mana bu joyni ham qurib qo'yamiz va bu joyni ham. Qani yaxshi. Joyi va yana 2 ta blok qoldi do'stlar. Mana. Yana eslataman do'stlar, tez kunda Robloxda YouTuber o'yinini chiqaraman. Mana shu YouTube kanaliga ham qo'yaman do'stlar, u videoni ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, ajoyib chiqdi. Endi biz mana shunday joyini daraxt qo'yamiz. Va do'stlar, biz daraxtdan keyin yana reshetka ham yasaymiz. Daraxtimiz bor. Chunki u joyga qishloqlar kirib, barcha narsamizlarni o'sganlarni oladi va boshqasini ekib qo'yadi. Narsangizni olib ketadi u qishloqlar. Qishloqqa ishonmanglar. Artefaktdagi qishloqqa ishonaveringlar, lekin Minecraftdagi qishloqqa emas. Solamiz, urug'ni ham solamiz. Va reshetka emas, birinchi daraxt qo'yib kelaman hozir. Keyin ortiq qolgan daraxtga esa biz reshetka yasaymiz. Qani yaxshi. Mana zo'r. Mana bu yerga ham qo'yib olishimiz kerak mana. Yaxshi. Voy, bu yoqqa qo'yib yuboribman do'stlar. Yana 3 ta blok qoldimi? Yo'q, 3 ta blok. Va bo'ldim. Endi biz matega yasaymiz. Nima qilyapsan kichik qishloqi? U ham yotyapman desa. Matega bor ekan bizda va endi reshetka yasaymiz. Barcha mana bilan olamiz. Yarimni ham olamiz. Mana yasaymiz va bularni yasaymiz. Teshik va oyoq va mana bularni yasaymiz. Kirish joyi mana shu joyda bo'ladi.
Ha, bu yo'lga kerak emas ekan. Menimcha ortib qoladi bu. Ha, juda ham ko'p ortishib qoldi do'stlar. 23 ta ortishib qoldi. Mana bu qishloqqa qaranglar, hozir ko'rsataman. Chiqolmayapti. Chiq qishloqqa. Chiq, mana qu eshik. Chiq, mayli endi. Nima qilamiz endi, mana shu qishloq qamalib qolibdi. Degan yangilik chiqadimi endi? Bularni solamiz. 2 ta va 8 ta tayoq. Bizga mana bu suv kerak. Bu yoqqa kiramiz. Bu yerga mana shu joyni sindiramiz. Ha, o'rtasini sindiramiz. Juda ham uzun bo'lyapti. Eshik ochib qo'ysak ham bo'ladi. Mana chiqdik. Endi biz o'zimizning огородimizga kiramiz va bularni bu yoqqa suvni qo'yamiz. Chiqamiz va yana suv olib kelamiz. Kiramiz do'stlar. Usfor kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U ham kanalni yaqinda ochdi. Yomma. Qani. Endi bu yoqqa qo'ysak bu suv ko'payadi. Mana shunday qilsanglar. Agar 4 pakar suv qo'ygan bo'lsanglar do'stlar, огородingizga mana shu o'rtasidan bitta olib bu yerga qo'yasiz va yana o'rtasida juda ham ko'p bo'ladi. Shuni endi hozir bilib olingiz. Realni Minecraftda ham shunaqa bo'ladimi bilmadim. Menimcha haqiqiy Minecraft unaqa emas, chunki u Mojang kompaniyasidan yaratilgan. U haqiqiy hayotga juda ham yaqin o'yinda. Bizda 4 ta urug' bor edi. Biz ularni ishlatmaymiz. Mana bu yerdan sabzimni yoki kartoshkamni o'sha narsani olib kelamiz. Mana shu joyda bor edi. Men boya ko'rgan edim, daraxt chopganimda. Mana aytganimdek kartoshka bor ekan. 24 ta bo'pti, endi biz ekib qo'yamiz va ertaga yana olamiz. Urug' ham olamiz do'stlar. Qani mana ekamiz endi. Bu yoqqa qishloqlarning hech birisi kelmaydi shekilli. Chunki ular men qachon mer yaratib bu yerga kelsam, mana shu o'sib turgan bo'ladi. Direktor aka to'ngmabdimikan? Shunchalik yomg'ir yog'yapti. Shunda ham turibdi ular mana shu joyda. Yomg'irda ham qurishadi ekan bular. To'xtanglar, mening yorug'lik shamim bor edi. Mana buni shu yerga qo'yib qo'yay. Endi uyimizdan tashqariga ham yorug'lik tushib turadi. Mana do'stlar, yaxshi. Endi bu yoqqa kartoshkani egamiz. 5 ta qoldi. Tugadi. Endi esa uyimizga kiramiz. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun barcha rahmat. Video bo'lmasa ham tugadi. Videoga bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Video tugadi. Xayr.